Assalomu alaykum Termiz uy savdosi kanali obunachilari. Demak, sizlarga Termiz shahri Yubileyniy Malika yo'l restoran orqa tarafida 4 qavatli uylarning 4-etajida umumiy maydoni 46 kvadrat bo'lgan bir xona 2 xona qilgan uyimiz sotuvda. Ko'rtgayzi koridordan kelishimizda hojatxona alohida qilingan. Demak, o'ng qo'limizda bo'ladigan bo'lsa, endi dushovoyga ikki taraflama kirsa bo'ladi, ya'ni spanli xonadan va bu yerda asosiy eshigidan. Ko'rtgayzi kafillangan, bu yerda esa asosiy bitta xonasi. Demak, uyda konditsioner, televizor, xolodilniklari qoladi. Tashqi derazalar va ichki eshik romlar hammasi almashtirilgan, aktiv almashtirilgan. Ko'rtgayzi kichkina xonasi bu. Ya'ni bir detskiy xona desak ham bo'ladi, spanli xona umumiy. Demak, umumiy maydoni 46 kvadrat bo'lgan, bir xona 2 xona qilingan. Ko'rtgayzi hozir endi koridorga chiqamiz. Koridor ham keng va uzun. Xolodilniklar barchasi qoladi. Suv filtr qo'ygan ekan akamiz yaqinda $300 o'ng qo'limizda. Ko'rtgayzi hamma tarafga Nestle suvlarini chiqarar ekan. Ko'rtgayzi. Demak, bu to'g'rimizda kuxnyasi. Gaz, suv, svetda aslan muammo yo'q. Narxini aytib o'tamiz. Narxi 270 million so'm baholandi. Kelishadigan joylari bor. Bog'lanish uchun nomer 99 kodi bilan 716 53 78.